Har doimgidek assalomu alaykum azizlarim. Kichkina qizimni bog'chadagi Navro'z bayramiga o'z qo'lim bilan shunaqa asal dvoychka tikib berdim. 1 minut ichida sizlarga ham o'rgataman. Bo'yin o'yindiga 5, yelkaga 7, yelka qiyalash 2,5 qiyalatib, pastga yordam chiziq chizamiz va bo'yin o'yindilarini tutashtirib olamiz. Tashqariga yoqa uchun 4 sm chiqamiz va koketka uzunligini 14 sm qilib belgilaymiz. 4 sm-larimizni birlashtirib, ro'yma yarmini 8 sm belgilab qiyalatib ochib olamiz. Shahnoza andozaga umuman tushunmayman deyotganlar uchun aslida andoza bilan ishlash juda ham oson va ishinglarni yengillashtiradi. Eng kerakli asos andozani va boshqa andoza modellashlarni oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, Havas Fashionga 6-apreldan kelaverasiz. Mana shu o'quvchilarimizga o'xshab 0 dan boshlab 2 oy ichida astarli kostyumgacha o'rganasizlar. Tavakkalchilar shahrida matla kezar ekan, ahmoqlar bo'lgunicha reja tuzar ekan. Albatta Allohimga tavakkal qiling. Ana shunda natija bo'ladi. Viloyat yoki